Assalomu alaykum hurmatli onaxonlar, opaxonlar, aka-ukalar, singillar, hurmatli negativchilar deyman, nima deyman bilmayman. Men o'sha uchun yomon ko'rardim. Chiqib haligi gapirsam, mana shu negativ yozsa asabim o'ynaydi. Chunki men unga loyiq odam emasman-da. Negativ ish qilmaslikka doim harakat qilganman. Sherali Jo'rayevni gapirgan bo'lsam, Botir Qodirovni gapirgan bo'lsam, Zohirni, Shohjahonni gapirgan bo'lsam, bu haqiqat bu. Nima kerak borsang, menga shunaqa yozib asabim o'ynadi. Qo'ying u kommentariyalarda o'qimayman degdi ham, baribir nima yozibdi ekan odamlar dedim. Ko'pchiligiga rahmat, haligi yaxshi chiroyli yozganlarga tasanno. Ilohim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Lekin bu negativchilarga asabim o'ynadi to'g'risi. Sen kimsan o'zi debdi bittasi, kimdir. Bu kim bu odam nimalar deyapti, o'zi chiqib olibdi degan gaplar bo'libdi. Men tanimasang, ana shu negativchilarga bu gap. Tanimasang tanib ol. Bekordan bekorga Sherali Jo'rayev yaxshi ko'rmagandir meni. O'zing o'yla. Ruh 513 filmini Markaziy Osiyoga men olib kirganman. Muzeylarga даже o'sha Ruh 513 ni filmni manekenini qo'yamiz deyishgan. Kino muzeyiga. Meni 3-4 marta chaqirishgan shu yerga, shuni hech bir vaqtida o'sha detallarni olib yetkazib bera olmadim. U meni aybim bo'ldi. Shu bilan qolib ketdi bu narsalar. Endi san'atga keladigan bo'lsak, zo'r kompozitorman, sozandaman. O'sha Sherali Jo'rayev bilan sozanda bo'lib yurganman. Nuriddin Hamroqulov bilan sozanda bo'lib yurganman. Yulduz opaga ham, Usmonovaga ham yordam berganman. Muhriddin Xoliqovga ham yordam berganman. O'zbekistonda Ibrohim Tatlisi men bo'laman. Liboy qo'shiqchi bilan aytishib qilolmayman.
halinsin, halinsin Qo'shiq sohasiga kelsak ham hech kimdan kamim yo'q. Nima uchun Sherali Jo'rayev yoqtirgan? O'zi o'ylachi, o'rtoq negativ qanday shunday odam yoqtirib qolishi mumkin? Shu sanatim yaxshiligidan. Buni Ozodbek Nazarbekov ham biladi, Botirjon ham biladi, Zohir Shoh ham biladi, hammasi biladi. O'shuning uchun bilib bilmasdan o'ylanib sal gapirish kerak bunaqa gaplarni. Kim o'zimdan o'zim chiqib aldiramasam kerak, o'zimdan o'zim. To'g'rimi? Juda ko'p filmlar olganman. Men o'zi aslida qo'shiqchiman, men kinochi emasman. Filmni oldim, film ham ko'tarilib ketib qoldi. U nima qilay endi, Alloh bergan shunaqa talentim bor ekanda. Tekstni bilib bilmasdan yozmaylar, negativchilar. Biladiganlar rahmat, biladiganlar chiroyli, barakalla deyishdi. Bilmadim o'ngimni yotishim, jonim uyg'onishdan qo'rqaman. Nahot qaytding yonimga gulim, bunga ishonishdan qo'rqaman. Bilmadim o'ngimni yotishim, jonim uyg'onishdan qo'rqaman. Nahot qaytding yonimga, bunga ishonishdan qo'rqaman. Men Allohga shukrona aytdim, taqdirimdan roziman ming bor. Yurak yig'lar senga ko'nglim kular qaytdi bir yar.